Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Buxoro shahrida Nurafshon restorani atrofidan 5 qavatli yangi yig'ishli domning 2-qavatidan 2 xonali 2 tomonlama proyekt 75 metr kvadrat bo'lgan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Srochno sotilyapti. Remontlari akkuratli holatda saqlangan. Oyoqtalari laminat, devorator super mo'yish aboylar, patolog koridor qismi plastik qilib qo'yilgan. Qolgan xonlarida gipsokarton, orsiklo qilib qo'yilgan. Bu tomonda to'g'rimizda sanuzil vannaxona qismi alohida spalnyasi, eshiklari MDF eshiklardan, kiraverishda spalnyamiz kattagina, proyekt duxsaronli proyekt, isitish batareyasi qo'yilgan. Uyimiz balandligi standart 3.10, derazali akvaplast mexanizm turibdi. Patolog gipsokarton, chiroyli lyustralar qo'yilgan bu tomonda. Sanuzil qismimiz ko'rinishi chiroyli kafelar bilan ta'mirlab qo'yilgan, rakvina, vannalari yangi qo'yilgan, hali ishlatilmagan. Eshiklari MDF eshiklardan. Bu tomonda oshxona qismi plus hojatxonasi. Hojatxona ham to'liq kafelar bilan ta'mirlab qo'yilgan. Bu yerda ham rakvina o'rnatib qo'yganlar. 12 ta rakvinalar yangi qo'yilgan, hali ishlatilmagan bu tomonda ham. Oshxona qismini kattaligini ko'rib o'ting. Oshxonasi ham kattagina, abadok to'liq kafel qilib o'rilgan, duv konteyner kotel o'rnatilgan. Prema kattaligiga qaragan domimiz. Oshxonaning o'zini kattaligi 4 ga 4,5. Bu tomonda esa zal qismi. Zalning o'zini kattaligini ko'rib o'tamiz. Zalimiz ham to'liq gulkora super mo'yish aboylar bilan ta'mirlab qo'yilgan, patolog gipsokarton, orsiklo, chiroyli lyustralar qo'yilgan. Bu kvartiramizda hali hech kim yashamagan qadrli obunachilar. Shu uyni kim sotib olsa, birinchi egasi bo'lib o'zi yashaydi, xudo xohlasa. 2 xonalik 2-qavat 2 tomonlama proyekt 75 metr kvadrat kadastrda bo'lgan kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar, Nurafshon restorani atrofi yokida Sharq 1 Koltso. Narxi $34,500. Kelishtirib ozroq summada arzon qilib beriladi. Plus kvartiramiz ikkilamchi kreditga ham beriladi. Hech qanday soliqlarsiz. E'tiboringiz uchun rahmat.